Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. 2009-yil 26-iyun kuni Uyg'urlarning hozirgi zamon tarixidagi burilish xarakterlik voqealarning biri bo'lgan Qalliq Shaugan voqeasi yuz bergan kun. 12 yil avval yuz bergan bu voqea bizning tarix betimizda unutilmas ochiq bir sahifaga aylangan. 2009-yil 26-iyun kuni Guangdongning Shaugan shahridagi Sho'ri o'yinchiq zavodida ishlayotgan 800 atrofidagi Uyg'ur yoshchilar kechilik uyqusini uxlayotganda Xitoy ishchilari to'r betida e'lon qilingan Uyg'ur ishchilar 2 nafar Xitoy qizga bosqinchilik qildi degan soxta xabarga asosan zavoddagi 10 mingdan ortiq Xitoy ishchining rahimsizlarcha hujumga uchragan. Naq maydon video ko'rinishlari va shu zavoddagi tayoq yegan ishchilarning ham voqeadan xabardor kishilarning inkoslarida ma'lum bo'lishicha, shu kuni palti pichoq va temir kaltaklar bilan qurollangan 10 mingdan ortiq Xitoy ishchilari Uyg'urlarni xuddi chashqonlarni ur qilgandek qo'g'lab turib urgan. Ularni rahimsizlarcha kaltaklab o'ldirgan. Shu chaqda tarqalgan ko'rinishlarda zavod qorosining qonga bo'yalganligi ko'rilgan. Xitoy tajovuzchilari azaldan millatlar siyosatida cho'ng xitoychilik ideyasini aks ettirib kelgan. Shaugan voqeasida odam urg'uchilarning Xitoy bo'lgani uchun yerlik hukumat Xitoyga yon besish pozitsiyasida bo'lib, Uyg'urlarning o'limiga sababkor bo'lgan qotillarni jazolamagan. Bu ishqa narozi bo'lgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur yoshlari 5-iyul kuni Xitoy hukumatidan o'z qarindoshlarining o'limi uchun adolat talab qilib, tinchlik bilan namoyish etgan. Ammo Xitoy tajovuzchilari xalq maydonida bu ishga qatnashgan Uyg'ur yoshlarini qoral kuchi bilan bostirib tutgan qolgan. Natijada tinchlik bilan epirilgan namoyish to'qinishga aylangan. Shundaq, Xitoy tajovuzchilarining g'arazlik holda epagan bu qonliq bostirishi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat. Bugun Sharq Turkistonda yuz bergan voqealarga qaraydigan bo'lsak, aniqki 2009-yil 5-iyul kuni Urumchidagi vahshiylik Xitoy tajovuzchilarining sistemalik irqiy qirg'inchilik qilish siyosatining bir qismi. Buningdan boshqa 5 milliondan 9 milliongacha Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va O'zbek xalqlarini Xitoy Kompartiyasi atalmish kasbiy ma'rif maktablar deb atalgan jazo lagerlariga solgan. Uyg'urning nufusining ko'payishini to'sish uchun Uyg'ur ayollarini tug'mas qilgan. Uyg'ur kichik bolalarini o'z oilasidan majburiy ayirib Xitoycha tarbiyalagan. Uyg'ur qizlarining roziliksiz Xitoy erlar bilan to'y qildirilishi, musulmonlarni Xitoy uslubidagi islom diniga ishonishga majburlash. 1951-yili 12 yanvardan boshlab yo'l qo'yilgan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasiga asosan irqiy qirg'inchilik jinoyati doirasiga kirgan. 5-yil Urumchi voqeasi Uyg'urlar tarixida irqiy qirg'inchilik kuni deb xotirlanib, bu kunda butun dunyodagi Sharq Turkistonliklar Xitoy tajovuzchilariga norozilik bildirib kelmoqda. Shu munosabat bilan Sharq Turkiston surgun hukumati hozirgi xalqaro vaziyatdan foydalanib dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Sharq Turkistonliklarni o'zlari turayotgan sohibxon davlatlarda harakatga kelib, Xitoyning Sharq Turkistondagi mustamlikachilik, ishg'oliyat va irqiy qirg'inchilik harakatlarini to'xtatishga kuchli harakat qilishga chaqiriq qildi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Aldığımızda 7. ayının 5-incisi Urumchi qirg'inchiliqninki yıl xatırlışı. Muş münasibet bilen ve Sharq Turkistondagi davomlashayotgan Xitoyninki irqiy qirg'inchilik, mustamlikachilik ve ishg'oliyat harakatlariga qarshi dünyanın her qaysi joylarida, yani Sharq Turkiston xalqlari joylashgan her qaysi joylardagi qarindoshlarniki, tashkilotlarniki namoyish uyushtirib, xalqimizni birlikka bir yerga kelib, xalqaro bo'libmi shu bizga sohibxonlik qilayotgan davlatlarga, ya'ni bizga shu sohibxonlik qilayotgan davlatlarni harakat chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xalqaro hozir hammamizdan, ya'ni millatimizga qarayotdi. Bizdan bir narsa kutyotdi. Harakat qilishimizni, signal berishini kutyotdi desak bo'ladi. Uzunning yozi jimjitlab ketib boryapmiz aziz qarindoshlar. Biz xalqimiz uchun shu Sharq Turkistondagi qirilayotgan turmalarda, kamplarda o'ltirilayotgan, xo'rlik ko'rayotgan, bosqinchilik uchrayotgan ota-singillarimiz, qarindoshlarimiz, onalarimiz, qizlarimiz Xitoyninki atalmış bolalarni o'qitish maktablarida, ya'ni bolalar uchun yasalgan kamplarda 850 mingdan ortiq shu bolalarimiz uchun
hareket kılışımız gerek aziz karandaşlar. Milletimizin kelgüsü için hareket kılışımız aziz karandaşlar. Şunun için siyasi köz karışlarımını veya ki şahsi ziddiyetlerini kayırıp koyup dünyanın her kayıt yerlerinde bizning Şarkı Türkistan halkımız yaşayotgan her kayıt yerlerde, meyli Türkiye'de olsun, Japonya'da olsun, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, başka yerlerde olsun, birlikte namoyish qilib xalqaroga bizninki tek o'lmaganligimizni, davlatimizni asli keltirish uchun kuch hareket qila oladiganligimizni, o'tirg'i chiqa oladiganligimizni xalqaroga bildirishimiz kerak aziz qarindoshlar. Va xalqaroni bu Şarkı Türkistan'daki Xitoyninki neçe 10 yıllarının yani 71 yılının yazı sürüyotgan işgaliyetini, mustamlikchilikini ve irqiy qirg'inchilikni to'xtatish için hareket qilishini chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizningki hammamiz iloj başı o'zimizning turishliq davlatninki ya parlamentida oldida, eng yaxshisi tashqi ishlar ministrligi oldida qilganimiz yaxshiroq. Agar u bo'lmay qolsa parlamentlar oldida bu namoyishimizni qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Xitoyninki konsulxonasiga berib, elchixonasiga berib, u yerda baqirib, chaqirib o'tirsak-mı baribir o'xshash. Xitoy ya yuz qizdirmaydi, ya nim qilmaydi, baribir o'xshash. Ya'ni shu bizni qirimiz deb yo'lini shu qilayotgan hareketlerini devam qildi aziz qarindoshlar. Biz xalqaroni bizga tortishimiz kerak aziz qarindoshlar. Biz xalqaroga bizninki o'lmaganligimizni isbotlashimiz kerak aziz qarindoshlar. Bir kunda bir vaqtda chiqa oladiganligimizni, ko'chga to'kila oladiganligimizni ko'rsatishimiz kerak aziz qarindoshlar. Va hammamizningki talabimiz o'xshash bo'lishi kerak aziz qarindoshlar. Irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun harakat qilishini, davlatimizningki mustaqilligini asli keltirish uchun bizga barliq imkoniyatlar bilan yordam berishni talab qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bizning davlat mustaqil davlatimizni asli keltirmay turib aziz qarindoshlar, bizning ne kishilik huquqimiz, ne diniy erkinligimiz, ne ota-onamiz bilan, qarindoshlarimiz bilan adli tilpin söylüşmü hakkımız yok aziz qarindoshlar ve bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Xitoylarniki nurg'un uyallarga aldanıp kip bulduk tarixten beri. Bu en ağırlık fırsat biz için aziz qarindoshlar. Biz bu fırsatni qo'ldan keltirib kelsak, bizningki kelgusimiz tamamen yok oladi aziz qarindoshlar. Kelgusimiz bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Meyli Xitoy Kompartiya olsun, meyli milletçisi Gomundan olsun, meyli hazır çıkıvatkan atılmış demokratları olsun, demokratçıları olsun. Annesininki niyeti o muhşer Şarkı Türkistan nasıl sürkergen çaklar. Annesi yani şu Şarkı Türkistan neymeyi kılmen deydi. Yani şu bizden halkımızı kırıp yıktımen deydi aziz qarindoshlar. Biz düşmanımızla tunuşumuz gerek. Düşmanlarımız bizle tunup oldu. Düşmanlarımız bizge meyli demokratçısı olsun, meyli Gomundançısı olsun, meyli Kompartiyası olsun, meyli başka türlü kalpaklarını giyip çıkan olsun. Hemmesi Şarkı Türkistan meselesi kelgen çağda. Bizninki insandek yaşaş, müstakil yaşımızga karşı aziz qarindoshlar. Şunun için biz ola bilen hamkorlik qilib, unda bu işliğe yakınlatmasligimiz gerek, yakınlamasligimiz gerek, aldanmasligimiz gerek aziz qarindoshlar. Biz özümüz ko'chaga to'kilishimiz kerak. Biz mush xalqaroga irqiy qirg'inchilik bo'layotdi. Alloh rozi bo'lsin, rahmat irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganliging uchun. Ammo bu yetarlik emas. Xalqimiz kunda qirilyotdi. Kunda o'ltirilyotdi. Kunda bosqinchilik uchrayotdi. Kunda organlar shukab ketyotdi. Bunu to'xtatish uchun amaliy harakat qilishing kerak ey dunyoda. Biz xalqaroga chaqiriq qilishimiz kerak aziz qarindoshlar. Shuning uchun men yana deydiganim, dunyoning har qaysi joylaridagi qaysi tashkilotdan bo'lishingiz qat'iy nazar, qaysi dinchi bo'lamsiz, demokratchi bo'lamsiz, millatchi bo'lamsiz, boshqa bo'lishingizdan qat'iy nazar, agar kichikgina vicdanınız bo'lsa, haqiqatan vatanim deydigan bo'lsangiz, xalqim deydigan bo'lsangiz, o'tirib chiqsiz. Ve
şu üzümüzden turistlik devletlerimizdeki etrafımızdaki şu yerdeki cemaatini bir yere toplap şu devletlik ya Taşkı İşler Ministerliği'nin aldıda ya parlamentinin aldıda çoğun külemlik namayiş kılıp arzu halkımızınki taleplerini, arzularını halkara bildirişimiz gerek ve halkaranı erkekке çağırıp kılışımız gerek öz kırındırsa. Halkara bizning hareketimizden, bizninki ürturalaydıqlığımızın kökendikin, onun ikin bu millet çok ölmekti o. Ulu bilen erkek kıysak, bizning yüzümüzni resva kılmaydıgan bol diye resva kılmaydı ki dep, onun ikin bizi kişilip, yani umi halkımızı kişilip, bizge resmi erkek kılışka, yardım kılışka başlaydı kırındaşlar. Şu emanlarının ki bu videonu takip kuşunlarını çağırıp kılmayız kırındaşlar. Allah'ın ki Allah'ın emanlarından razı olsun keçirimler. Allah'ın emrimizge birlik, beraberlik tileyme. Emrimizge, umumi milletimizge güç, kudret, cesaret atar kılışını tileyme. Halkımızın ki bu kırgınçılıktan, bu mustemlikçilikten, bu ırkı kırgınçılıktan, bu işgaliyetin tizden kutuluşumuzga yardımcılarını ivetişiga tileyme. Ve emrimizni bir-birimizge, bolup mu davamızga, devletimizge, milletimizge bilip bilmey hıyanet kılıştın sapsın. Ve hainlarını etrafımızın özünki bilginç bilen etrafımızın yok aslında inşallah. Allah'ın da razı olsun. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga emanet.